Hammaga salom do'stlar, mening ismim Rik va bilasizlarmi, men bugun yangi uyga ko'chib o'taman, chunki yetarlicha pullarni ishlab topdim. Buni qaranglar, qancha izumrudlar bor va men yaqinda X stack olishim kerak izumrudlardan va shularni oldindan merga aytib qo'yaman, olishingiz mumkin deb, chunki bu uy jonim tegdi. U kichkina, men oladigan yangi uy esa buni qaranglar, qanaqangi katta uy, boylar yashaydiganda. Hamyon hali u darajada boy emasman, lekin men bunaqangi katta огород uchun olyapman bu uyni. Chunki qo'shib berishyapti. Bu yana nima bo'ldi? Xullas do'stlar, katta uyni olsangiz, огороди ham katta, mana shunaqangi chiroyli bo'ladi. Shuning uchun ham men ayta olamanki, bir o'q bilan ikki quyonni urdim. Ham katta огород, ham katta chiroyli uy va bor-yo'q katta uyni puliga, sovg'a sifatiga огород ham desa bo'ladi. Shuning uchun ham bu yaxshi. Tak, janob mer, shu yerdami siz? Mirqi qo'y bo'ldi. Tushunmadim. Ha, mer bo'lganda hozir o'sha uyni sotib olardim. Nima? Qaysi uyni sotib olasan? Salom Jektil. Salom, uy olyapsanmi? Ha, bizni rayondagi bor katta uyni shuni olyapman. Toming joydami? Nima qildi? Men pul yig'ib qo'yibman. Uyga qarg'ish tekkan. Qarg'ish tekkan? Ha. Aqling joyidami, Jektil? Men ana tarafdagi o'zimiz rayondagi katta uyni olaman. Shuni aytyapsanmi? Quduqning yonidagi? Ha. Qanaqasiga qarg'ish tegadi? Ikkita katta огород bor, shuni aytyapsanmi? Ha. Qanaqasiga qarg'ish tegishi mumkin? Qayerdan olayman bu gapni? Hamma qishloqliklar biladi buni. Yo'q, ha. Tushunarli. Yo'q, do'stlar, bu nimasi? Qanaqangi qarg'ish tekkan bo'lishi mumkin? Uyga qarg'ish teganda nima? Men albatta odamlarga qarg'ish tekkanini eshitganman, lekin uyga menimcha bu umuman ahmoqona gap va Jektil menga shunchaki hasad qilyapti. Chunki hammaga emas, mana bunaqangi katta uyga, ikkitalik chiroyli огород bor uyga ko'chib o'tish va hozir sirazu o'tishimiz mumkin, chunki mer bilan allaqachon kelishib qo'yganman. Men aytganman, bu uyni sotib olaman, menga berasiz deb, u esa как раз rozi bo'lgan va doim bularni hammasini olamiz va tak bu yoqqa. Endi ketsak bo'ladi. Yaxshi, tak bu yoqqa. Ajoyib do'stlar, davay endi narsalarimizni olishni boshlaymiz. Sizlar esa kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Qanaqangi videolarni ko'rishni istagan bo'lardinglar. Masalan, bizni merni aytishlaricha bir siri bor ekan. Albatta u haqida bilmayman. Aytishlaricha bu qanaqadir video kamera bilan bog'liq va istasangiz как раз shu temada video olishim mumkin. Menga o'zimga ham qiziq bo'ldi do'stlar. Bu temani yopamiz va qani ketdik bu yerdan. Hozir merning yoniga boramiz, aytamiz qani tezroq ber deb. Lekin ungacha esa uyni ichiga kelinglar, tezroq narsalarimizni joylab qo'yamiz, chunki nima qilamiz, vaqtni cho'zib bular hammasi baribir bizniki bo'ladi bu yoqqa va mana bu yerga saniqlar. Ajoyib. Endi esa nima qilishimiz kerak? To'g'ri, mana bu narsani ko'rmagandim avval, tushunmadim. Nimaga patolog tosh o'rniga yog'och turibdi? Buni almashtirish kerak. Menga ko'zimga yomon ko'rinyapti bu narsa. Umuman xunuk bo'lib. Tak, stop, buni qaranglar bu yerda. Nima, chirdak ham bormi? Yo'q, buni mer bilmasligi kerak. Agarda mer bu yerda chirdak borligini bilsa, ya'ni tom ochiqligini, narsalar qo'ysa bo'ladi deb, yana narxni ko'tarib yuborishi mumkin. Tak, qani chiqib ko'raylikchi, o'zi rostdan ham. Ha, do'stlar, buni qaranglar, ochiq tom. Nima? Bu yer nima bo'ldi? Tushunmadim. Tak, tepaga skelet. Buni qaranglar, boshi ajralib yotgan skelet turibdi. Bu qanaqadir bloklar yana, Jennerson, yashiklar. Yo'q, do'stlar, bu g'alati, balki qanaqadir dekoratsiyadir, o'yinchoqdir, balki bu uyda o'yinchi yashagandir, videolar olgandir va shuning uchun ham bu o'yinchoq skeletdir bo'lishi mumkin do'stlar. Bunaqa narsalarni juda ham ko'p ko'rganman qishloqda. Odamlar haqiqiy skelet topib oldik deb o'ylashgan, lekin bu shunchaki video uchun modlarning ichidan olingan skeletlar bo'lib chiqqan va o'ylaymanki bu ham xuddi shunaqangi narsa bo'lishi mumkin. Kelinglar, bu stolni bu yoqqa qo'yamiz va stol ajoyib. Endi esa narsalarimizni tashlab qo'yishimiz mumkin mana buni ichiga. Yaxshi, mana bular ham bizga kerak emas. Qani endi ketdik merning oldiga, qani nima der ekan uy bo'yicha. Ammo albatta unga hali ekinlarni olib bormasak bo'lmaydi, chunki ekinlar bo'lmasa yana birinchi navbatda ekinlar, keyin esa qolgan ishlarni bajaramiz deb turib bo'ladi. Chunki bilasizlar, bizni qishloq eng katta qishloqlardan biri va biz juda ham ko'p sabzavot, mevalar. Ha do'stlar, bizni o'zimizning meva bog'imiz bor bu o'rmonning orqasida. Agarda kimdir xohlasa, u haqida ham video qilishim mumkin. Shunchaki kommentariyada yozishinglar mumkin. Ha do'stlar, mana bu огород bizniki bo'ladi. Yaqinda ishimiz ancha ko'payadi. Hozir esa qani ketik bu kartoshkalarni merga olib borib beramiz. Qani nima der ekan uy bo'yicha? O'ylashimcha aniq rozi bo'ladi, chunki qachondan beri gaplashib yuribmiz va ishonadi menga. Janob mer, salom. Uy haqidagi taklifim esingizdami? Ha, oylik haqida gapirganding, ikkitasini olib qolaman, qolganiga pul bor deb, 2 izumrud. Ha, janob mer, to'g'ri. Mana men barcha izumrudlarni yig'ib keldim, ishlab topganlarimni, yashirib qo'yganlarimni, o'g'irlaganlarimni. Nima, hazillashyapman, mayli. Demak, kelajak oyligingni olib qolaman, ha. X stackni olib qolishingiz mumkin. Endi uy menikimi? Ha, seniki, kalitini istaysanmi? Ha, istayman.
Yo'q, kalt yo'q. Bu nima? Dokumenti. Rahmat. Bo'ldi do'stlar, endi bu uy meniki. Nima, yerga egalik dokumenti ekan. Mayli. Nu xatya do'stlar, axir o'sha yerni ustida uy turibdi. Demak, uy ham meniki. Ha. Bu juda ham zo'r hujjat va davay endi uyimizga kiramiz. Odamlarni bemalol chaqirishimiz mumkin, chunki bizning uyda yaqinda bayram bo'ladi. Faqatgina mebellar yo'q. Bu menga ozgina yoqmayapti. Lekin nima ham qilardik? Endi esa kellar tepadan anavi skeletni olib tashlaymiz va ko'ramiz. Qani u yerda qutilarning ichida nima bor ekan tasavvur qilinglar. U yerdan xazina topib bo'lsa nima bo'lar ekan, ha? Bo'lishi mumkin. Ha, mayli, qani ketdik. Nima? Skelet g'oyib bo'libdimi? Tushunmadim. Yo'q do'stlar, men albatta qarg'ishga ishonmayman, balki jitellar meni trolling qilish uchun qo'yib qo'yishgandir. Ketgan vaqtimda esa olib tashlashgan skeletni. Bilmayapman. Tak, buni ochishni iloji bormikan? Nimaga tosh olinmayapti? Tushim bo'ldi. Qani endi ko'ramiz nima bor ekan ichida. Hammasi g'alati. Bu uyni ko'ryapsizlarmi? Qanaqadir yo'q bloklar. Avvaliga agrodning tagida, aniqroq yonida edi. Endi esa bu yerda menga yoqmayapti, lekin hamma tepada bir ikkita qutilar bor. Ortiqcha narsalar bo'lsa o'sha yerga tashlashim mumkin bo'ladi. Ammo baribir ham men sizlarga esa ozgina yuragimga g'ulg'ula tushib qoldi. Lekin umid qilamanki, setdagi jitellar menga prank qilishgan. Mana bu skeletni qo'yib qo'yishgan yoki eng boshdan qo'yib qo'yishgandir. Men bilmadim. Men eshitmaganman do'stlar. Agarda bu uyga rostdan ham qarg'ish tekkan bo'lganda, merni o'zi shaxsan menga sotmagan bo'lardi axir bu uyni. Mer esa ishonchli odam, albatta yomonlik qilmaydi o'yinchilarga ham, jitellarga ham. Bo'ldi, endi esa mana bu blokni bilmadim qayerdan kelgan inventarimda. Okey. Qani boramizda hozir. Oppa, men uyimdan chiqib, "Xo'sh, jitel, seni qidirib yurgandim, Rik. Nima bo'ldi? Senga bir ishim bor edi. Aytgancha jitel qara, yangi uyga ko'chdim. Yangi uyga? Mana bu uyganmi? Mana bu uyga. Sen aqling joyidami? Nima qildim? O uyga qarg'ish tekkan. Bekor qo'shding. Nima, menga yaqinlashma. Jonajon qishloqliklar, eshitmadim demanglar. Rik qarg'ish tekkan uyga ko'chibdi. Nima, jitel, toming ketganmi? Nimalar deb yuribsan? Yo'q do'stlar, bu nimasi? Bu gap rostmi, Rik? Tishini ursam, men do'konimga boshqa kelma. Nima? Hey, qishloqliklar, eshitdinglarmi, Rik? Aytmoqchisizlarki, boshqa uyga ko'chganim uchun meni yomon ko'rib qolishdi va uyga rostdan ham qarg'ish tekkan deb o'ylashyapti. Bu albatta juda ham g'alati narsa, lekin men qilardim bilmadim. Menimcha hamma menga shunchaki hasad qilyapti va men bu uyda yashashda davom etaman. Mr. Beast pul ber menga. Nima? Men bu uydagi ruhman. Ko'p yillar avval men shu yerda yashar edim. Bu mening uyim edi, lekin badjahllar meni o'ldirdi, yoqib yubordi va tanamni boshimdan judo qildi. Yo'g'e. Uni uyning tagida video kamera bor, ana o'sha yerda yozuvlar bor. Iltimos, sen axir o'yinchisan, menga yordam berishing kerak. O'sha yozuvlarni top, kamerani top. Men esa senga qarg'ish tegishiga yo'l qo'ymayman butun umring davomida. Iltimos menga yordam ber. Bo'ldi, tushundim. Men sizga yordam beraman. Albatta yordam beraman. Lekin nima qilishimiz mumkin? Nima? G'oyib bo'ldi. Yozuvlarni nima qilamiz demoqchi edim. Mayli. Hozir qani boramiz. Merni uyini tagida. Jinursin. Demak, hamma gap rost ekan. Bu uyga rostdan ham qarg'ish tekkan va u uyni qarg'ishi mana bu ruh. Jinursin. Mayli, mer yoqib yubordi. Tanamni boshimdan judo qildi dedimi? Jinursin bo'lishi mumkin emas. Nahotki bizni mer shunchalik badjahl yomon odam bo'lsa. Mayli. Qani hozir ko'ramiz. Tak. Qani, ana u yerda yotibdi. Uxlab yotibdi. Ko'rdim. Endi esa uyga sekingina kirishimiz kerak. Mana bu va bo'ldi. Tak, endi esa mana bu yerlarni yopamiz. Yaxshi. Tak, sekin. Endi esa ochishga harakat qilamiz. O'yin tagi oppa, mana bu yerda ham tosh bor ekan. Hamma yoq tosh bo'lib yotibdi. Do'stlar, bu g'alati, chunki o'yin tagi yoki yer yoki tosh bo'lishi kerak. Bu yerda esa qaranglar, e'tibor beringlar. Hamma narsa aralash bo'lib yotibdi. Mana bu yerda ham kravatning tagidami? Ikkitalik joy bor. Odatda sandiqlarni yashirishadi. G'alati, qani olib ko'raylik-chi. Hech nima yo'q. Qani yerni ozgina kovlaylik. Bu nima bo'ldi? Narvon. Buni qaranglar. Pastga narvon ketyapti. Tak, tushamizmi do'stlar, nima deysizlar? Qani ko'raylik-chi. Safe. Yo'q, buni qaranglar, bu yerda pistolet, qanaqadir redstone va buni qaranglar, rostdan ham kamera bor ekan. Hattoki ishlab turibdi. Bilmadim do'stlar. Tak, qo'lga olib olamiz va ketdikmi? Nima deysizlar? Mayli, kamerani hozir olishga oldik-ku, lekin nima qilamiz? Mayli, qani boraylik-chi uyga. Ruh o'zi yana paydo bo'lib bizga biror nima der. Tak, sekin bu yerdan chiqish kerak va
Kelinlar hozir mana bularni hammasini yopib tashlaymiz sekingina. Tak, bo'ldi, yopdik. Yaxshi, endi esa toshlarni qo'yamiz. Ajoyib qolgani shurada qolsin toshni. Endi esa sekin axir eshik qulf ochaman desam ovoz chiqadi. Mana bu yerni tinchgina sindirib qochamiz. Bo'ldi do'stlar, bo'ldi, kamera bizda. Endi esa ketdik bu yerdan tuyog'imizni shiqillatamiz. Ajoyib, lekin bu kamerani nima qilamiz endi do'stlar? Hali buni ichidan yozuvlarni qidirish kerak. Nahotki mer videoga olgan bo'lsa, ana ruhni qanday o'ldirganini, tirik bo'lgan vaqtida bilmadim. Endi shuni o'ylaymiz.